O'zbekistonning eng gigant aviakompaniyalari O'zbekiston Airways'da uchgan yaxshimi yoki qanot sharqdami? Keling shuni ko'rib chiqamiz. Sizdan bo'lsa bitta like. Buni solishtirish uchun men Xitoyning Guanzhou shahriga qanot sharqda uchib, qaytishda Pekindan Toshkentga Uz Airways'da qaytdim. Qaysi biri yaxshiroq va qanday farqi bor? Keling shuni ko'rib chiqamiz. Aviabiletlarning narxi oxirida. Oldin qanot sharq hamma narsa bo'yicha orqaroq yuradi va Uz Airways'ga yetadigani yo'q deb o'ylardim. Lekin adashgan ekanman. Samolyotga o'tirishim bilan yarim samolyot bo'sh kelganligi uchun avariyni chiqishni yonida o'tirdim va mazza qilib sideniyani orqaga tushirib ketdim. Bitta minusi planshetlar umuman ishlamas ekan, ammo zaryadkaga qo'yadigan rozetkasi borligi juda katta plus bo'ldi. Ozginadan keyin bizga ichishga ichimliklar bilan ovqat ham olib kelishdi. Ovqatga esa kotlet bilan guruch bo'ldi. Yoniga shunaqa buterbrod ham qilib oldim. Va yana 1-2 soatdan keyin kofe bilan kruassan berishdi. Xullas ovqati bo'yicha umuman gap yo'q. Bu aviakompaniyaga 10 dan 8 ball qo'yaman. Endi Uz Airways'ga o'tsak. Samolyotga o'tirishim bilan hammaga yostiq bilan adyol berishdi. O'rindiqlarning qulayligi bo'yicha umuman farqi yo'q. Orqaga tushirib bemalol uxlab ketsangiz bo'ladi. Ammo bitta farqi planshetlarni bemalol ishlatsangiz bo'lar ekan. Obedga esa kartoshka bilan go'sht berishdi. Ta'mi yomon emas, lekin qanot menga ko'proq yoqdi. To'g'risini aytaman, oldin Uz Airways'ga yetadigani yo'q edi, lekin hozir sal aynigan deb o'ylayman. Xullas 10 dan 6 qo'yaman. Aviabiletlarning narxini aytishdan oldin bu videoni ko'p sayohat qiladigan tanishingizga yuborib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Narxlar ekraningizda.